bir xilga insonlar bor. Agar ularda inson deyishga loyiq bo'lsa, sizlarga savolda qaysi darajada shunchalik pastsizlarki, o'zlaring tanimagan, bilmagan odamlarni g'iybat qilasizlar-da. Sizlarga u odamni na foydasi, na zarari tegadi. Lekin g'iybat qilib yurasizlar. Hayotlaring shuna darajada pastki, odamlarni o'zlaring tanimasalaring ham g'iybat qilib yuborasiz. Maza qilib yashasalar ham bo'lmaydimi sizlar ham? Bundan ko'ra. Hayotni qaranglar, chiroyliligini. Bu hayotga bir marta kelasizlar, sizlar ham g'iybat qilib nima foyda sizlarga?